Assalomu alaykum birodarlar, sog' salomatsizlar do'stlar. Do'stlar, birgina shu mittigina gulchani qanchadan qancha kasalliklarni davolashdan xabaringiz bormi? Cleaver logovoy. Birodarlar, bu uchun dunyoga boki hayotga negativ ko'z bilan qaramaslik kerak da, bok ona tabiatga rahmat aytish kerak. Qarang do'stlar, mana o'zimizda oddiy yong'oqqa mana buni nomi do'stlar Cleaver logovoy deb aytiladi. Telefonim oddiy bo'lgani uchun shunaqa ko'rinyapti. Do'stlar, oddiy yong'oqchagan guli. Bir osh qoshiqni olasiz, 600 grammmi yoki 1 litrmi qaynab turgan suvga solib, qaytada yana 10 daqiqa qaynatib iste'mol qiling 3 oygacha. Qarabsizki, erkaklarda prostatit, ayollarda jenskiy shamollashlar, va arterioskleroz kasalligi, xolesterin kasalligi, xolesterin ko'payib ketishda organizmda va jigar to'qimani qaytadan tiklash uchun va davleniyani normalizatsiya qilish uchun, ayollarda esa klimaks davrida og'ir kechishiga va hayz siklerini buzilishida agar foydalanib ko'rsangiz, juda ham bir yaxshi davolash xususiyatiga ega bir o'simlik ekan do'stlar. Ko'ryapsiz, mana ona tabiat bizlar uchun shuni o'stirib yotdi. Faqat foydalana olishimiz kerak xolos. Foydalanib ko'ring, yo'qotadigan narsangiz yo'q do'stlar. Davleniyasi borlar iste'mol qilsin. Jigarda muammosi borlar, prostatiti borlar, jenskiy shamollashi borlar, barcha bemorlar buni iste'mol qilsa bo'ladi do'stlar. Xullas, sog' salomat bo'lasizlar, Allohga omonatsiz. Xayr, asosiysi o'zida asrang.